Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xitayning turli to'sqinlarga qaramasdan 14 aprel boshlagan Malayziya ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, 17 aprel kuni dunyoning eng chong musulmon davlati Indoneziyaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandim 18 aprel kuni Jakartada bir qator muhim uchrashuv va suhbatlarda bo'ldi. Umar Qanat apandim 18 aprel kuni oldi bilan Indoneziya parlamentlar aro hamkorlik komitetining raisi va Indoneziya parlamentining sobiq raisi doktor Fadlizon apandi bilan ko'rishib, uningga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqarodagi inkoslari haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Indoneziya parlamenti va hukumatidan kutiladigan ba'zi konkret talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Doktor Fadlizon apandi uchrashda qilgan so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini Indoneziya parlamentining kun tartibga ilib kelish va Indoneziya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jiddiy tadbir qo'llanishga haydakchilik qilish uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini ifoda qildi. Shu kuni Umar Qanat apandi yana Indoneziya ulamolar kengashi bilan Indoneziyadagi eng nopuzli musulmon tashkiloti hisoblangan Muhammadiyat tashkiloti markaziy kengashining oliy maslahatchisi Muhiddin Junoidi apandi tarafidan o'rlashtirilgan maxsus Uyg'urlar masalasi haqidagi muxbirlarni kutib olish yig'iniga va iftor ziyofatiga qatnashib, Indoneziya matbuotlarining va iftorga qatnashgan har so'zatlarning Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida so'rgan turli savollarga javob berdi. Umar Qanat apandi bu vaqtda qilgan so'zida islomiyatning eng zo'r dushmani hisoblangan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirma ham jiddiy davom qilayotganligini, Xitoyning ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan qonuniy tartiblar bo'yicha rasmiy dalillab chiqilganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya, Belgiya, Fransiya, Irlandiya, Chexiya va Litva qatorliq 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda e'tirof qilinganligini. Afsuski islom allarining hammasining digidek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida sukut qilib turib olish pozitsiyasida bo'lib kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, islom allarining bu xil passiv pozitsiyasining musulmon Sharq Turkiston xalqini og'ir darajada ranjitganligini, shuning uchun Indoneziya va boshqa islom allaridagi diniy tashkilotlar va ommaviy guruhlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun o'zlarining hukumat va parlamentlariga bo'lgan besimini yanada oshirishning to'liq zarur ekanligini ta'kidladi. Bu faoliyatga sohibxonlik qilgan Muhiddin Junoidi apandi 2018 yil Xitoy hukumatining taklifi bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilgan Indoneziya hay'atining raisi bo'lgan. Shu qitimqi ziyorat mazgilida Xitoy hukumati Sharq Turkistonda soxta manzarlarni oldin yasab chiqish orqali Indoneziya hay'atining ko'zini bo'yashga uringan edi. Umar Qanat apandi 18 aprel kuni yana Jakartadagi eng chong masjid hisoblangan Istiqlol masjidining bosh imomi professor doktor Nasruddin Umar apandi va uning yordamchilari bilan uchrashuv olib berib, ularga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy ma'lumot berish imkoniyatiga erishdi. Umar Qanat apandi shu kuni yana Amerikaning Jakartadagi bosh elchixonasining mas'ul xodimlari bilan ayrim uchrashuv olib berib, Uyg'ur masalasining Indoneziyadagi yuzlanishi haqida suhbat olib bordi. Bugun, ya'ni 19 aprel atiganda Jakartadagi Muhammadiyat televiziyasining maxsus ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi, jumladan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida umumiy ma'lumot bergan Umar Qanat apandim, orqadan Indoneziya va Malayziyadagi islom tashkilotlari tomonidan Jakartada birlikda uyushtirilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi muhokama yig'iniga qatnashib doklad berdi. Bu qitimqi yig'inda Malayziya islom tashkilotlari maslahatchilar konseyining mas'uli Faddin Yussi apandimning Kuala Lumpurdan alaydan Jakartaga kelib qatnashi Umar Qanat apandimni alohida mamnun qildi. Umar Qanat apandimning bu qitimqi Indoneziya ziyorati Indoneziyaning nopuzliq matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Dunyoning eng chong musulmon davlati hisoblangan Indoneziyada 216 million musulmon yashaydi va nopusining 90% musulmonlardan tashkil topgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Germaniyadagi Uyg'ur tashkilotlari ham Uyg'ur jamoatlari muborak Ramazon oyi kirgandan buyon maxsus iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali har qaysi dillarga mansub tashkilotlarga, siyosiy partiyalar va hukumat mas'ullariga, shundaqla har qaysi kishilik huquq va ommaviy tashkilotlarning vakillariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot berishni davomlashtirib kelmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 15 aprel juma kuni Germaniyaning Köln shahrida insonlikning qonigan yarasi Sharq Turkiston degan tema ostida cho'ng tipdagi iftor faoliyati uyushtirib, uzun yillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan yaqindan hamkorlashib, Sharq Turkiston davosini moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan qo'llab kelgan Germaniyadagi turk islom tashkilotlariga minnatdorlik bildirish bilan birga, ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va islomiyatga qarshi ilib berayotgan jinoiy qilmishlar haqida tafsiliy ma'lumot va tushuncha bergan edi. 18 aprel kuni Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti Germaniyaning Myunxen shahridagi Mahmad Akif jamisida cho'ng tipdagi iftor faoliyati o'tkazib, Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bilib kelgan har so'zatlarga Sharq Turkiston xalqi nomidan qayda rahmat etish bilan birga, ularga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot berdi.
Yevropa Sharq Turkiston Birligi tashkilotining raisi Asqarjon apandimning bevosita riyosatchilik va ichilish nutqi bilan boshlangan bu qitimqi iftor faoliyatiga Myunxen shahri va atrofidagi turk islom tashkilotlarining mas'ullari, Germaniya Xristian Invalid birlashmasining mas'ullari, Myunxen shahri chet elliklar majlisining mas'ullari, shaharlik hukumatning mas'ul xodimlari va boshqa ommaviy tashkilotlarning vakillari ham Myunxen shahrida yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib 150 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda so'z qilgan mehmonlar Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuz sababli Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi masalasining hargizmi xalqaroning kun tartibidan tushib qolmasligi lozimligini alohida ta'kidlashdi. Bo'libmi Myunxen shaharlik hukumatning vakili Marian Offman, Germaniya Xristian Invalid birlashmasining mas'uli Suanna Odin, Myunxen shaharlik chet elliklar majlisining raisi Demirita Lang qatorliqlar iftorda qilgan so'zlarida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qattiq ayiblash bilan birga Xitoy hukumatini bu xil jinoiy qilmishlarni darhol to'xtatishga, Germaniya hukumatini Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi kuchli inkos qaytarishga chaqirdi. Ondan boshqa yana 16 aprel shanba kuni Dunyo Uyg'ur qurultiy ijroiya komitetining muavin raisi Turg'unjon Alovdin apandim Yevropa Turk Federatsiyoni tarafidan o'tkazilgan iftor faoliyatiga alohida taklif bilan qatnashib, Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi haqida doklad bergan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Germaniya vakili Abdushukur apandim boshlamchilik qilayotgan Baden-Württemberg mashrab jamoati Bosniya jamoati tarafidan Karlsruhe shahrida o'tkazilgan iftor faoliyatiga qatnashib, ularga Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot bergan edi. Xitoy hukumati islom va xristian dillarini qattiq kontrol qilib, bu dillarni xitoylashtirishga kirish bilan bir vaqtda olma telefonining Qur'on va Injil app'larini mo cheklagan. Xitoyning bu harakati 18 aprel Angliyadagi Express gazetining tanqidiga uchragan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning olma telefonidagi Qur'on va Injil app'larini cheklashi o'tgan yili boshlangan ekan. Express gazetining bu vaqtdagi xabari dal xristianlar 17 aprel Aysa payg'ambarning tirilish kuni bo'lgan Pasxa bayramini tabriklagan bir vaqtda e'lon qilingan. Express gazetining ilgari surishicha Xitoyning olma shirkatiga besim ishlatib, bu ishga appni Xitoydagi olma telefonining app do'konidan chiqarib etishi Xitoyning diniy erkinligiga davomli ziyonkashlik qilayotgan bir vaqtda yuz bergan. Olma shirkati ilgari bu ishga appni Xitoy doiralarining talabi bilan chiqarib etganligini bildirib, biz yerlik qonunlarga amal qilishimiz kerak. Bizning ba'zi vaqtlarda hukumatlar va sheriklarimiz bilan to'g'ri yo'lda birlikka kelinmaydigan murakkab masalalarimiz bo'ladi deb ko'rsatgan edi. Express gazetining aytishicha, Qur'on Majid nomli Qur'on ipi Xitoyda 5 milliondan ortiq, Zaytun darxi nomli Injil ipi 1 milliondan ortiq tushilgan ekan. Qur'on Majid ipining yasag'uvchisi olma shirkatining o'zlariga Xitoy tor boshqarish idorasining Qur'on Majid ipida qonunsiz mazmunlar borligini bekitganligi uchun chiqarib etilganligini aytganligi. O'zlarining bu masalani hal qilish uchun Xitoy tor boshqarish idorasi va aloqador Xitoy tarmoqlari bilan ko'rishayotganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoyning Qur'on ipi olma telefonining app do'konidan chiqarib etishi musulmon dunyosining hech qanday inkosini qo'zg'amagan. Saudiya Arabiston valiahdi shahzodasi Muhammad bin Salmanning muborak Ramazon Eidimi yana Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini qat'iy qo'llaydiganligini qayta ta'kidlashi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va muhojiratga Uyg'urlar Saudiya doiralarini tutqundagi 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirayotgan bir vaqtda Saudiya Arabiston valiahdi shahzodasi Muhammad bin Salman Xitoyning Xinjiang siyosatini qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy sarpochtisi gazetining 16 aprel xabar qilishicha, Muhammad bin Salman bu so'zlarni o'tgan juma kuni, ya'ni 15 aprel Xitoy raisi Xi Jinping bilan telefon so'zlashganda Xi Jinpingga aytgan. Janubiy Xitoy sarpochtisi gazetining Xitoy doiralarining bayonotidan naql keltirishicha, suhbatda Xi Jinping bilan Muhammad bin Salman Ukraina masalasi haqida fikr almashtirish bilan bir vaqtda ikki davlatning ochiqqushliq taraqqiyot planlarini o'zaro qo'llashga kelishgan. Xabarda Ukraina urushi yiqilg'u bazasining o'rlab ketishini keltirib chiqargan bir vaqtda Xi Jinpingning Muhammad bin Salmanga Xitoy energiya sohasida Saudiya Arabiston bilan bo'lgan yuqori saviyadagi hamkorlikni saqlab qoladi deganligi. Shundaqla Saudiya Arabiston bilan bo'lgan munosabatning taraqqiyotini oldingi o'ringa qo'ydiganligini aytganligi ta'kidlangan. Janubiy Xitoy sarpochtisining aytishicha, Xitoyning mazkur telefon suhbatiga oid bayonotida Muhammad bin Salmanning Saudiya Arabistonning Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini qat'iy qo'llaydiganligi, shundaqla Xitoyning ichki ishlarga aralashishga qarshi turganligini bildirib, har bir davlat o'zining siyosiy va kishilik huquq yo'lida menish haqqi bor deganligi bildirilgan. Muhammad bin Salmanning Xi Jinping bilan bo'lgan telefon suhbati Saudiya hukumati xalqaroning besimida tutqundagi bir Uyg'ur ayol bilan uning 13 yoshli qizini o'z ichiga olgan 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishda vaqtliq to'xtatib orqadan o'tkazilgan. Hürmetli görünmenler. Yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sunduk. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.